iloji bo'lsa kartamni qo'yib qo'yaman. Mayli o'sha 5000 so'mdan ham katta savobda. Sizlarga 10000 so'mdanmi 1-yanvargacha 17 Pro Max olmoqchiman. Chunki hozir qorbobo degan narsalarga ishonch yo'q. Hozir eng zo'r strategiya bu Instagramda o'zingizni muhtojlik tarafingizni ko'proq ko'rsatsangiz, shu orqali ko'tarilish bo'lib qopti. Ya'ni men bir oy Toshkentda bo'lmaganimga zo'r strategiyalar tuzib qo'yibsizlar. Shuning uchun meni bilasizlar, sizlar uchun yaxshi videolar olishim kerak. Menga 512 talik Pro'lar ketmaydi. Pro tutsam boshqa blogerlarning oldida yurganimda meni urovenim tushib qoladi-da. To'g'ri tushunasizlar-ku, to'g'rimi? Shuning uchun 512 talik megabayt ham kam, ham Pro kerak emas. Menga Pro Max qo'limga katta kerak. Katta qizlar katta telefon tutish kerak. 512 talik menga yetmas ekan. Iloji bo'lsa mayli 2 tera so'ramayman, 1 terabaytli olib beringlar. Yangi yilga sizlarning nomingizdan maqtanib